Mana bitta yaqin o'rtog'im bo'lardi deb hamma sirimni aytganman, hamma narsani bo'lishganman. Polni qanchadir joyda, даже puli bo'lmagan joylarda ham to'lab ketardim, yordam berardim. Mana to'lagan pulimni gapirib, hisob-kitob qilmaganman hech qachon. Shu vaqtgacha ham, haligacha ham men hech qachon kimdirga nimadirga to'lasam, men gapirmayman, ishlatmayman, aytmayman deb. Lekin o'sha qiz masalan qancha sirimni bilib foydalangan, pulga ham uxlatgan, shantaj ham qilgan, yana boshqa narsalardan ham foydalangan, oilamgacha aralashgan, kelib uyimdagilarga meni yomonlagan. Turmushga chiqmasimdan oldin o'sha qizlik vaqtlarimda ukamga telefon qilib meni yengil tegiga ham chiqazgan, bolalar bilan gaplashardim. Оказывается, o'zlari g'irt pollat deydilar, opaqini xabarlari yo'q. Polni bolaga shotiga pul tashab, g'irt sigir bo'lib yurardi. Даже erim bilan to'yin bo'lish arafasida bizani bir marta urishtirgan ham, o'zini o'rtaga preglagasiya qilib ham tiqqan, erim xitlab qo'ygan.